Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahronning Şinjan Xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'g'rida anlatildi. Hozir zaharlik chekimlik yoshlarimizda borgan sari ig'ir ijtimoiy ofatga aylanmoqda. Bu ofat xalqning umidi bo'lgan yoshlarni baxtsizlar, mahbuslar, saranglar, jasadlar lageriga ittirmoqda. Shuni bilishimiz kerakki, millatni yolg'iz top zambaraklar chekimlik naychisi, ishchimlik ro'nkisi bilan buzuqchilikni xor zabun qila oladi. Abdushukur Muhammad Imin 30 yoshga kirmay turib, 100 yillik hayot qismatlarini beshidan kechirgan og'i beg'ishlayman. Birinchi bob. Qadrdon, bundoq qila, qo'liqning orqasini ko'rib boqay. Tutmajima, og'riydi. O'yay, qo'liqning yerilib ketgan yeri qoqash bog'lab ketibdi. Muallim, qo'liqni yulib perqarat qilib tursa, sen nimaga chirqirab yursan? Qo'liqning orqasidan qon shurqirab oqqandan keyin qo'rqdim-da. Ay Madina, sen chirqirab ketganda bir nima deydi, hamma bolalar kulishib ketdi-ku. Sen davomli chechini o'rindiqning yo'lanchiga chigib qo'ydigan Saodat Qarmadek bo'lmamdi. Beshing yeydigan so'bo. Eshakni ursang qechir urkiydi deyapman-da. Madinaning sutdek oq, bejirim chiroyi villada qizir. Beliqut xazinasi. O nima degandi? Kulishib ketdikmi, gap emaskan-ku. Ey papuq ishtidan, shuningmi tegiga yetolmadingmi? Birining mengizni ko'rsa, yana birining tuyuqi serqiraydi deb, yuzchi ishimizni choplab ketgini-yu. Voyay, chaplis chaplaversin. Men cho'ng bo'lganda seni olmoqchi bo'lgan-ku. Yeyma qilinni kichik chog'larimizdagi ovchi oilani rastab qoldingmi? Hamsa, menga tekkin yo'qmi? Bo'ldiqlar, odamning uyatqisini keltirib, o'qimay o'limchiga ketadigan bo'lsa-na? To'g'ri, mening qaramligini. Endi o'qimayman deb yig'lab turibdim. Dadam bilan onam hech nima qilmadi. Naqsh chog'da Emgak mulozimat shirkatining boshlig'i Obliz Imin degan odam kirib qoldi. U ahvolni anglab, bizning Emgak mulozimat shirkatimizning qarmog'idagi mehmonxonaning restoraniga oshpaz lozim. Qadrdonni Urumchiga avatib, oshpazlik kursi berayli dedi. Uydagilarni omonsizlikdan ma'qul dedi. Madina chimchilik qo'lining uchini tishlab uzun jimib ketdi. Qadrdon bilan Madina bir mahallada tug'ilib, kichkidan tortib bir ko'chada birga o'ynab cho'ng bo'lgan bolalar. Madinaning dadasi Abdusalom, onasi Alanur, otasi Atiqi, tusi Sepiba nomi yo'lliq doktorlardan edi. Tug'ut doktori Alanur Qadrdonni tug'dirib 4 oy 4 kun bo'lganda Madinani tug'di. Qadrdon bilan Madina xuddi aka-singillardek cho'ng bo'ldi. Ular ko'chada bolalar bilan o'ynag'ili tursa, xalqlar ularni chiliga boshla deb qo'yishadi. Demismi, har ikkisining seyrib tushirayotgan taqir beshi döp-döbürek bo'lib, Madinaning cho'qqisidagi inchki uyurib qo'ygan bir tutam cheche chashqon quyruqidek qo'liqida pildirlab sangilab turadi. Qadrdonning ko'kirib turgan taqir beshining orqa tarafidagi niyoz chechini uyurib qo'yg'ashqa, gajgisiga kandir chigib esib qo'ygandek ko'rinadi. Shunga bolalar Madinani cho'qabosh deb chaqirsa, qadrdonni gajganbosh deb chechini tortib o'ynashadi. Xayriyat. Ular birinchi sinfdan o'rta maktabga chiqishlik bir sinfda bir partada o'ltirib o'qishdi. Madina tol chiviqdek nozik, xushfe'l, oq ko'ngil, samimiy qiz bo'ldi.
Qadirdan əmdili 14 yaşga kirgan bolsa-mı, Şah Mehmet'nin meddahlık rivayetlerinde tasvirlengen kaşları bilekdek, közleri camdek, kökrekleri dividek, boyu öskelen balı oldu. Qadirdanның söz hareket, yürüş duruş, muamillerden korkumsuzluğu, tevekkülçülüğü, keskinliği çıkıplı duratdı. Onun 7. sınıfını püttürmey çıkıp ketişigimi aşu çoş micazi sebep bolgan idi. Hepti aldıda Qadirdan ders anlab etip, orqasidagi balaning siyah qutisini əmdili elib turishi. Muallim Borni uningga otdi. Bor uning peshonasiga taxli qilib tegishi, balalar paraqqida kulishib ketishdi. Ders vaqtida nega arqon qaraysa? Muallim, qalamimning rang qolmabdi-ku. Balaning kulkisidan qizirib ketgan Qadirdan ochiqini aralla besib oldi. Odamga bo'ri o'tib. Voy, ko'rakda xudo ko'rib yeysan-ku. Matematika muallim taqildab yetib keldi. Men qilgan gapim o'xshamanda. Qalamda rang bo'lmasa, darslarni nima yozaman? Yozmasam, putlardagi maymoq kepishlarni ota-ola. Bir sinf bola paraqlab ko'rishdi. İzzat atından bu yıllargacha qizirib ketgan muallim etilib kelgancha Qadirdanning kaçtığı birini soldi. Ammo muallim do'stga oldiga kelar ekanmay, orqasidan uchib kelgan siyah qutisi uning oppoq ko'ngligini ko'p bo'yib-etdi. G'azabdan totirib ketgan muallim Qadirdanning qo'lidan tutib, chaqpirakdek perqirtiyverdi. Madina qattiq cherkirib-etdi. Shu chog'da Qolaq orqasidan yamrab chiqqan qon, bo'yin ham yoqilani qip-qizil bo'lib ketganligini ko'rgan muallim andikib Qadirdanning qo'liqini qo'yib etdi. Mana Qadirdan maktabga kelmagan haftadan beri Madina uchun maktab ichi cho'ldarab qolgandek bilindi. U yo'llag'i umid bilan talmurib qaraydi. Atiganda maktabga manganda noilik partikum qo'rosiga ko'z tikatdi. Qisqasi Qadirdansiz bu kunlarda u shakigandek garam bo'lib yurdi. Tova. Cho'qqisida chashqin quyruqidek inchki o'rimchechi. Gazgisida kandiri chigisidek niyoz sech qo'ygan bu chilgi boshlarning amdilikda bir-birini kinaydigan. Ko'rinsa, ko'rgisi keladigan o'smirlik bog'lariga qadam ilishni kim o'ylagan? Tehe o'zaro takalluf qilib ketishlar uchun. Mana Әш-пәштігіче балылық көкленні ұздып қойып, әр ұшырашқанда бір-бірге көз салымы қылыдыған. Бір-біріне башқыладың қызғындыған. Yürek tалық кәп сөзлерін қыздырдыған боп келішті. Мәдина бірәр оғыл балы білін ұзақарақ моңдышып қалса, Qadirdan нәтчі күнгече көңілді батынып қалатты. Әгер Qadirdan қызла ішіде өзіні көрістіп, күлкі әзіл қылып саса, Madina ko'ngli g'ash holda bo'ruqtun bo'lib yuradi. Yoki qadrdishini yemirib, tumshqini do'msaytib, totliqqina zart qilib oladi. Tehe Qadirdanni biror 2 kun ko'rmay qolsa, kim bilan chatoqlashib yurdigan bu deb ko'ngling alamizida bo'lib ketishlari shu tehe. Madina Qadirdanning o'g'il bolalarda kam tepildigan qonlashgan sin sifatidan zo'qilmadi. Onunla yoşurunca heves kılattı. Kelgisideki bir kunlarni ko'z oldiga keltirsa, ko'ngli mehr va lazzatga to'ladi. Madina bugun atigan savodashlardan Qadirdanning o'rimchiga ketadiganligini anglab, qandoqdir bir narsa yuragiga g'assida sanjilgandek bo'ldi. U muallimdan oshqozining qattiq og'rib ketyotidi deb ruxsat oldi-da. Odul Nailik Partikumning oyliklar qo'rosi oldiga keldi. Yezi xizmati bölümü, təşviqat bölümü, xalq ishlar bölümü qatorliq bölümlərning bo'jonlari uchun bir yurish, ayrim qo'rolar xuddi tizib qo'ygan chaqmoq qandek xotirsiz selimg'an edi. Tal bo'stonliq, nodir ativorliq gulgiyohlar echilib ketgan. Tombiri
navat rang çaqçuq bilan bezalgan eng chetdagi qo'rada tashkilot bo'limi boshlig'i Abbos Bojang turadi. Naylik partkom bo'yicha tashkilot bo'limi boshlig'i Abbos Bojangning hurmat inovati xeyli yuqori edi. Uning ayoli Xayrigul bo'lsa, o'qituvchilar sepida bir umr jaboliq ishlagan donliq matematik mutaxassisi deb ta'riflanadi. Uyga kirishdan xijil bo'lgan Madina qadrdonning chiqib kelishini kutib, Naylik partkom oyliklar qo'rosi darvozasi oldida saqlayotgan mushu daqiqada Emgek Mulozimat shirkati qarmog'idagi yoshlar binosining direktori Obul Hasan qadrdonni Urumchiga oshpazlik o'rganish kursiga avatish to'g'riliq Abbos Bojangning roziligini elib bo'lib, o'zining hol ahvoli ustida dod etib lekin ishkarki uyda kitob ko'rayotgan qadrdonning ko'zi kitob sahifalarida bo'lsa-mu, xulqi ularning suhbatida edi. 700 tondan ortiq dedi Abbos Bojang ig'ir talaffuzda. Qo'riq yalimishni nima uchun yig'lagan? Qanday qilaman? Emgak Mulozimat shirkati yuqoridan taqsim qilgan o'quvchi yoki ishchi xizmatchilarining urug' tuqqan bolalari uchun hammani mening tarmoqlarimga o'g'irlashtirdi. Men ularni beqishim kerakda. Shunga har xil amal chorlarni qilyapman. Qo'riq yaliymish, nam omborda turaverasi buziladi, dedi Abbos xafa bo'lgan ahvolda. Bu qip-qizil ziyonda. Shuni bu 700 tonna bir nimani darhol bir taraf qilib. Bo'ladi Bojang, bo'ladi. Men uning ko'ydi bo'lay. Ko'ydi bo'lish bilan ishdan o'tmaydi. Top oladigan yerlarga odam avatib, darhol aloqalashgan. Bo'lamdi? Xo'sh. Xo'sh Bojang, amsa men chiqay. To'xta. Men bu idoraga boraman. Ikkimiz birga chiqib ketaylik. Abbos Bojang chapin oyig'ini kiyayotgan mush paytda darvoza oldida qadrdonni saqlayotgan Madina jiddiylashib, u yoqdan bu yoqqa mengib, o'yli ichiga qaramoqda edi. U toqatsizlanib, "Bishim yeydigan chuvaynini ketkur tarsa, o'zin ajab ativar qildi" deb tomchiqini bir aplik domsaytib tallab turishi Abbos bilan Obul Hasan qo'ltiqiga popullarni qistirgan holda o'yladi ko'rindi. Ularning menish yo'linishi o'xshash bo'lmag'achqa darvoza oldida to'xtashdi. 44-45 yoshlarning qarisini olgan Abbos o'ttir bo'y, tambal, qizitilgan mis talangidek qizg'ush qararoq, do'p-do'bilak yuzi parqarab turardi. U yoshligidan tortib ig'ir besat, salmoq, kam so'z bo'lg'achqimi gap qilganda tamkin, har bir so'zni xuddi tarozida o'lchayotgandek oldirmay qiladi. Obul Hasan, dedi Abbos ig'ir talaffuzda. Amdili 14 yoshning qarisini olgan bolani Urumchiga avatib, pul to'lab qilgan o'tishliq birini o'g'inalarmi? Abbos Bojang, xotirjam bo'lsizlar. Obul Hasan uruq, ushluq emaklarini silab qo'ydi. Qadrdon oldimizda cho'ng bo'lgan bola. Uning qancha jam Neksar keldiğalığı özüm gaya. O çokum yaxşı günelaydı. Emgek Mulozimat şirketining boshlig'i Abduz İmomlu ağzını tatlık etip qadrdonni maqtavatıdı. Haytdan ay. Bu bir qarım, tavakkülçü bala. Tehe uyum balalarda. Abocan, aşında qarım, tavakkülçü, başqaları yo'q xoslikqa ega balalar. Sıhhat içiviçinin hocaları, uçar doldulları, sarxil sardarlar bo'ladi deseler. Hay, bo'ldi. Sizlarga gap to'shat qilib bo'lmaydi. Har holda ko'z quloq bo'linglar. Buni Urumchiga kim olib o'rlashtirib qo'ymoqchi? Xinjiang mehmonxonasi bilan aloqalashib bo'ldik. Emgek Mulozimat shirkatining Sayguyani Jabbor hojimga 2 mashina guli qoq besib beraman. Shuni saqqash qadrdonni bil aktidigan bo'ldi. Qadrdonning rasmiy tuchi.
Şinjan mehmonxonasi oshpazlik kursining 6 oyligi uchun 2000 so'm to'laydigan bo'ldik. 2000 so'm nima beray? dedi Abbos Bojan yo'liga ravon bo'lib. Bo'lmasa, qadrdonni avatmayman. U bilan sen qoqqan qo'ziqdek turibli qoldi. Abbosning orqasidan bir hazo qarab turib, uni o'z yo'liga mangdi. Daraxt orqasida hamma gapni anglagan Madina yuragi puchulangan holda ketmoqchi bo'lib turadi, qadrdon yugurib chiqib qoldi. Birdalla yuragi selib ketgan Madina asta to'ldi. Qadrdon! Voy, Madina! Bu yerda tursan-ku. Maktabga bormadingmi? Ruxsat so'ragan. Nimishqa? Sening bilan ko'rishay deb. Mana shu turqunda seni izlab maktabga borgan. Amsi yur. Madaniyat yurtining beriga kiraylik. Hey, eng yaxshisi Ko'ylon bog'chisi. Ko'ylon bog'chisi shaharning sirtidaroq bo'lsa-mu, ancha yiroq emas edi. Bu bog'cha 60-yillarda Ko'ylon suv ombiri deb atalgan. Atroflari qumush, ekan ham yosh ko'chatlar bilan qoplangan ajoyib zo'r ko'l edi. Islohotdan keyin bu ko'lning atroflari qo'rshilib, ravoq, shepon va har xil dam olish aslahalari yasalib, bara-bara bog'chaga aylanib ketgan edi. Qadrdon bilan Madina ko'lning u tarafidagi egiz ham qalin o'sgan yekallik ichidagi dam olish supsiga ketishdi. Zehniyatlik o'qirmanlarimiz bu ikki o'smirning to'ntoqli boshlangan suhbatining oxiriga qiziqmay qolmaydi deb o'ylayman. Qani, hammamiz ularni o'rkitib o'tmay ma'rif boqaylik. Qadrdon bilan Madinaning muңdishayotganiga 1 soatdan eshib qoldi. Qadrdonning Madinani izlab maktabga mengishimi tasoddifiy emas edi. Bugun atiganlik nashrida Abbos Bojan ayoli Xayrigulga doktor Abdusalom bilan Alanurning Turkiyaga chiqib ketish uchun ba'zi rasmiyatlarni o'taganligini deb berdi. 6 oygacha Madinani ko'rmay chidig'ili bo'larmi? deb sarasimga tushib qolgan qadrdon uchun bu xabar xuddi tevriq patmagan yelimga ot kallasi g'o'ldirg'ob degandekli bo'ldi. Shunga u bayotdan beri bu to'g'riliq Madinaning gap etishini kutgan bo'lsa-mu, biroq bu qiz qadrdonning o'rinchiga berishni to'sish uchun bog'chaga kelgandek qiladi. "Hey!" dedi qadrdon cho'ng ko'zlarini olaydi. "Men o o'rinchiga bosam 6 oyda qaytib kelma. Lekin sen borsi kelmas yerga ketadigan turuqliqmi? Zuvaningni echib, nima deb mo'ratni qo'ymaysan-a?" "Oy Xudoyim, senni anglabsan-da? Aslida seni qandoq tushundiraman deb ansirgan edim." Madina dimiqqandek bo'lib yerga qaradi. "Hammani qilgan Turkiyadagi cho'ng dadam. O bu yerda doktorxona ochsanglar, millioner boy bo'lib ketishlar. Uni nima bo'ladi, buni nima bo'ladi deb qiziqtirib. Lekin men doktorlikda ozroq o'qib olib qaytib kelma. Rost, sana ishongin. Cho'qim qaytib kelma." "Bo'ldi. Gap agitib zo'riqmaylik qo'y." Qadrdon ochiqida varqirab aytdi. "Endi bizning ko'rishmikimiz osmondagi g'azning sho'rpisi, uqdingmi? Nima payloni buzsan?" Qiz nechchida yig'lab aytdi. "Sening xiyolingcha biz umr voqi ko'rishmaydiganmiz-da? Ko'rib turib, ashundoq deganingga umrlab bo'lsa-mu yenib kelmisam?" "Bah, yenib kelamiz ixi." Qadrdon ochiqini qizdan chiqarib atadi. "U degan qo'g'ilizning yo'li emas. Televizorda ko'rgan hasham daramlik o'yinlarga petib kelib, yurtingni unutarsa, to'li 20 oshmag'ini?" Qiz esadab ketdi. "O'z yurtini unutib qolgan odamni odam degili bo'lamdi. Mo'min rahmatlikmi, tug'ilgan yurtning to'rg'iyini chiroyli ko'rindi deydigan." Qadrdon qizning ajab miskin holini ko'rib,
qaraba içi ağrıp qaldı. Endi onunga qiydab tavan tashlaganning foydasi nima? Uning amali qancha? Hammani qilayotganlar pulga to'ymas cho'nglar to'sa. Pul desa, onasining bechkini kesib beradigan odamlar nimalar ko'payib ketganda. Mana Madinami ota-onasining zo'ri bilan ketib o'tmadi. Ras. Uning yeg'irini tatlab, azoblasam, men qandoqmi odam bo'lay? U qiz. Rasululloh bek bechora. Qachon bo'lsizlar ki? Qadrdon endi kelib so'radi. Xafa bo'lma, boyam judunim o'rlab. Ishqisi yo'q. Madina ön selib yig'ilganicha qadrdonga esildi. Amalim yo'q qadrdon. Rasululloh amalim yo'q. Bo'ldi. Yig'lamag'ina. Sen yig'lasang, menga yig'lag'im keladi-ku. Qadrdon yoshga to'lgan ko'zlarini ep qochdi. Endi uchibla bir varaqqa ketamsizlar? Madina ha deyishga tili bo'lmay beshini silkidi. Uning bu harakatidan qadrdonning yuragi echdi. Ras, etqusiz echdi. Madinaning yumron pok yuzlarini suyib tushayotgan yoshlari xuddi gul bargilaridan to'kilayotgan shabnamni eslatadi. Tova. Yandagi toshning qadri yo'q degandek, bu qizning bunchalik latofatlik, o'z ham mehr shafqatlik ekanligini qadrdon nemishqa sezmagan bo'g'aydi. Uning amdili beliga tushgan qop-qora sochlarini apchil o'rib, yosinib torinib yurishlari, eliqi yeb-sisiq saodatni o'lgiri yakpay kipish deb qizg'in ishlari. G'alit xuyun bada degan chog'dagi tumshiqini ushlab do'msiyib qo'yishlarining hammasi qadrdon uchun emasmidi. Bu qaram, tavakkulchi, qo'pol desam yurakni erkiltadigan, salab turib yig'latadigan, bulbuldek sayratib, ona tugidek bozlatadigan, nozuk, shirin sharbat imo ishoratlarni ajab sinakmay o'tkazib yetibdi. Ras, o nima degan dot? Aslida muhabbat degan shu kanda. Texe, seg'inib kelsam qandoq qilarman deganning o'zimi yanada muhabbatga emasmi? Ammo bu tatliq ham hasratlik tuyg'ularni Madina uningdan boldirroq his qilgan ekan. Dunyoda uningdek chin aqlli qiz yo'qdi. Yo'rinqosh daryo vodillarining jannatdek sohillarini har qancha maltalab, Madinadek yana bir qizni topqili bo'lmas. Qadrdon, gap qilmaysan-ku. Madina putining uchiga qarab jimib ketgan qadrdonga suvindi. Ayrilgan cheg'imizda biror eg'iz gapim yo'qmi? Borisi kelmas yerga ketib olsam, sana nima deyman? Qadrdonning ovozi xuddi yig'lagandek g'arang-g'urang chiqdi. Endi har qanday va'da qasamiyatlarning o'rni qolmaydi. Ammo bo'lmasa, qiz ta'tir qarab oldi. Seni yaxshi ko'radim degan bir eg'iz so'zingni anglag'im bordi. Undaq desam, qadrdon dimog'ida sovuqqina kuldi-yu, ko'zlari lep-miliq yoshga to'ldi. Yuragim texmi echib ketdi. Qiz yig'layapti. Ammo qadrdon uning qo'lidan tortganicha bag'rig'i bosdi. Ondan oluvchidek rang bor, yumron, kichik lavlarga yumshoq tuk qoplagan lavlarni asta besib, hayol o'tmayla tortib oldi. Lekin u tunji qatim qiz lavlaridan ichgan bu sevgi sharbatining odamni behush qiladigan lazzatning naqadar shirin ham bahosiz ekanligining qadriga ancha yetadi. Bilqut xazinasi. Qadrdon, dedi tunji suyishning lazzatidan hayajonlangan qiz. Urumchiga qachon borsan?
Ati tushdan keyin. Sen qaytib kelguncha balkim men bu yerlarda yo'q. Turkiyada menda qadrdonlar jiqqu. Beshin yeydigan so'roning gipining sesiqligini qara. Ems qandoq qildiysan? Ey, kechda Oqtashdagi o'rmonga boramdik. Endi bundoq rostlaysa, endi bundoq fursatlar yo'q. Qadrdon ulug' kichikdindi. Emsa shaharga yaqinroq Tambog'dagi bog'jaliqqa boraylik juma. Bo'ladi. Men do'stlarimning uyida o'g'inish qilaman deb qo'yay. Senchi? Ati Urumchiga mangandan keyin albatta do'stlarim bilan qo'shilishimda. Qadrdon Tambog' bog'jaligidan o'ttiri kecha bilan titrak o'lashgan holda qaytib keldi. O yotoq uyga kirib, yotqinga purkinib yetib olgan bo'lsa-mu, xeli uzungacha uyqusi kelmadi. U yoqqa o'rilib, bu yoqqa o'rilib, qaysi chog'larda uyqu karvoni so'rab elib ketganligini bilmayli qoldi. Ammo xeli bir vaqtlargacha zaif ingrab, jo'yilib, cho'chib, putlarini etib beorom bo'ldi. Chunki u ajoyib vahimlik ham sirliq tush ko'rgan edi. Oppoq kiyimlar bilan jannatdan chiqqan o'lmonlarga o'xshab qolgan qadrdon bir ko'ki maydonliq bo'stonliqda ketayotgandek. Yop-yechil o't bosgan edir jilg'larda bo'g'u marallar yayrab, bulbul, keklik, to'rg'aylar sayrayotgandek. Ikki tarafdagi eqiyotgan so'zik so'la ostida o'ngchi marjon, yoqut kahrava, oltin yombo, go'har injola ko'z chaqnatib vilqildab turmish. Qadrdon ularni süzib, yanchoq qo'yinlariga sapdi, yana sapdi. Tomushqlari qip-qizil, paylari olchipar bir shoh to'ti qadrdonni masxara qilgandek, dunyo boylik o'tkinchidir, asqatmaydi deb sayrayotgandek. Qadrdon uni ichida menisining suyba sarang deb tillab ketaveribdi. O bir chog'da qarasa, chek ko'rinmaydigan bir dash cho'lga chiqib qoldi. Yenidagi javohiratlarning birini ko'rinmaymish. Pokiz, oppoq kiyimlar o'rnida yirtiq janda, beshida eski ko'la, putlari yalang oyoq bir soyilga aylanib qoldi. Texe, quruq qoqshal to'g'roqlar, cheksiz qumliqlar, odam, ot eshak sumaklari qoplagan qo'rqinchli jazirlar. Qum barxanlari ustida qip-qizil og'zini yo'g'on echib, oppoq tomuzini yutayotgan kelalar. Qumliq kirpirlari, quruqliq yilonlari o'milib yuramish. O, ajab surlik cho'llar ichiga kirgan sari, choch soqollari daqiq sari g'ayrishlab o'sib, putining o'shiqlarida yalpinib, so'rilib yurgandek. Ah xudo, bu nima karomatdir deb qadrdon o'z siyoqidan cho'chib, ammo oshchog'da birdilla benafsharang, oq holrang, suz havorangda chaqnab, jahon nurg'a to'libdi. Xeli bir chog'largacha ko'zini ocholmay qolgan qadrdon, bu Allohning yer yuziga tushgan shevi qadri nuri bo'lsa kerak deb o'ylabdi. Ammo zanjilib qarg'udek bo'lsa, nurning naq markazida jannatning oq tutundek libosini yepingan. Beshida novat rang heli ro'mol. Yuziga inju yaltiroq kashlangan chumbal ortgan. Ko'mish shoshliq farishta ona turarmish. Qadrdon farishta onani ko'rib, o'pkisi o'rildi bo'g'ay, o'ng selib yig'lab ketibdi. Ko'mish shoshliq farishta ona debdi qadrdon ko'z yoshlarini to'xtatmay. Bu nima karomat? Birdan-bir choch soqollarim o'sib, soyil darvish qiyofatiga kirib qoldim-ku. Bala debdi ko'mish shoshliq farishta ona yaqinliq yumshoq ovozda. Balog'atga yetmay turib, choch soqollarining bundoq o'sib ketishi yaxshilikning alomati bo'lmay,
yamanlıqning beshoratidir. Farishta ana, men tehi bola tursam, qandoqmi Allohning g'azabini keltiray? Allah hamma yerda hozir va nozirdir. Uqdingmi? Uqdim. Men gunohkorman. Gunoh qildim. Ey nadan maxluq, to'qil. Chin dilingdan buni Allohga sevgin. Ey marhamatli farishta ona, dedi Qadirdan xijillik ilkida yerdan ustun qarayanmay. Chat soqollarimning fursat ichida o'sib ketishi, ustuvoshlarimning jangi qo'log'i almashib qolishlardan gunohi kabir, gunohi sag'irlarimning ig'irligi ayon bo'ldi. Bundan keyingi umr manzillarimda yana qandoq tortqilishlarimda bishoratlarga onun üstüge talpingandek taqozodirman. Kel bolam, kel. Inimga kel. Qadirdan teliqibgina oq libosliq onaning qishig'i bordi. Ana begiz qo'lni uningga chenigan edi. Qadirdan onadan tug'ma holda yalang'ochlanib qoldi. Ondan ona ko'kka beqishi. Bir dasta bulut paydo bo'ldi-da, Qadirdanning ustiga yomg'irni to'kib o'tdi. Endi poklanding bolam. Menga yaqinroq kel. Farishta ona olqinni Qadirdanning beshiga qo'yishi. Cho'qqisidan kirgan bir illiq harorat topiniga keldi. U dastlab turgan yer dir-dir titradi. Qadirdanning butun vujudi xuddi simobdek erib ketdi. Farishta ona olqindan qalb sultoniga yetayotgan vahiylarga ishonolmay qolgandek o'zini jinib ketdi. Darvaqa, u olqin orqali ayon bo'layotgan shafqatsiz qismatlarning texi og'zidan onu suti purib turgan bir no'darning taqdiri peshonasiga kutilganligidan og'irngandek cho'nqur tinib uxtartatdi. Ah, Rabbana, bu no'darning yosh umriga buncha balo tag'larni kutib qo'ysam, bu sening odilligingmi? Dedi farishta ona nola qilgandek talaffuzda. Bolam, ketgin. Eng yaxshisi o'zingga yuk ortib olma. Sen tehi yumron yupurmoqsan. Allohdan omonligingni tila. Allah maqbul etsa ajab emas. Qari qismatlar ko'tarilib ketdi. Bu nima deganlari Mehribon ona? Farishta onaning vahimalik bishorati Qadirdanning qo'rqishga qaraganda qiziqishni qo'zg'ayotgan edi. Sizlar mening ko'nglimda yo'shirgan bishoratlari menga taqozolik azoblarini elib kelmadi. Rahim qilib debbergan bo'lsinlar. Sana rahim kelganligi uchunla degim kelmadi. Vazni bundoq eg'ir, tafsilot chegish, dard alimi cho'nqur, judolik nadomatlari rahimsiz. Jarayon fojialari agir to'qay bo'lgan bundoq hayot qismatlarini seningdek yumron notuvonga kutib qo'yganligiga aqlim lol bo'layotdi bola. Qo'lqim sizda ko'mishlik farishta ona. Janobi Allah har qanday o'g'il bolaning umri musofasida bir qatim omad berdi. Dedi farishta ona yepini yiroqdan aylantirib. Ammo shu omadni sezaligan, qadriga yetaligan odamlar omadli bo'lur. Sen balog'atga yetmay turib omad tojini kiysa, bu omad sen tasavvur qilgandan barakatli bo'lur. Ammo shu mazgildagi daraxt soyisidek qisqa bo'lur. Azoblaring qish kechisidek uzun bo'lur. Nadomatga to'lgan kashmishlaring bir qarnaga yetib borur. Qisqasi 30 yoshga kirmay turib 100 yillik qabohatlik qismatlar beshingga kelur.
Apokosla perişti ana. Bir karnı degenin tigigi yetelmedi. Allah insanga ata kılgan 33 yıllık ömür bir karnadır bala. Perişti ana, dedi Kadir'den vücudunu titrek baskan halda. Gerçi sizle yüz beriş alıp durgan dehşetlik hakikatin bişaret bergen bolsa mu? Biroq bu bişaretleri tolunu rahimsizge. Bala, bişaretim rahimsiz emas. Belki hayat şefkatsizdir. Onun adamlarga berdigan nemeti azaptır. Şuna adamlar bu azaplık hayatga amırak. Esinde bolsun ki, ölmek asan, yaşamak kıyı. Közünü çekip durgan nur tarılıp geçişi. Perişte anımı gayip boldu. Kadirdan perişte ana dep toğulgan pete uygunup getdi. O karvat yölençigi yığınıp, yüz, boyun, meydillardaki terlerini sürtüp atkanda Abbas hocan bilen Xayrigül hanım keçilik kiyimleri bilen kirip gelip Kadirdanın karvatida olturdu. Xayrigül oğlunun başlarını sılap namzıllardaki yaşlarını sürttü. Varqırap acep korkutuvattan balan. Karbes qo'zg'ab shumandı. O'rnini sog'indimi supurvatgan edim bo'lmasa. Ona, men Qadirdan esadab ketdi. Ajab qo'rqinchli, sirliq bir tush ko'rdi. Qadirdan ko'rgan tushini shuncha ixcham ham tushunishli qilib so'zlab bo'lguncha Abbas bojan bilan Xayrigül xonimning og'zi o'chiqliq qoldi. Ular bir-biriga qarashib boshlarini chayqadi. Xayrigül erining og'ziga, Abbas xotinning chiroyiga umid bilan tikilib, xeli uzun turgan bo'lsa-mu, har ikkisining og'zidan ya undoq, ya bundoq degan ovoz chiqmadi. Kishtigan bola. Xayrigül o'zini cho'chib qolgan edi. Bo'g'irga kirgan tilgiga o'xshaymish. Qandoq ta'bir bersa, shu tarafga mangamiz. Xudoyim baxt taliyingni dagidek. Anang to'g'ri deydi bola. Herkes o'zingdan o'zing o'rkib, voyim yeb yema. Oqshomda kechida kelding emasmi? Yo'llarda biror ish ta'sir qilgan o'xshaydi. Shunga tushum buzilib qopti. Hey dadisi, Ürümchiga bormisanmi ya? Ajab, ansirib qoldimmi? Maktabda o'qigan bo'lsa, endi biror kasb hunarni o'rgangili qo'ymasak, bu bizga kunda usul o'ynab beramda. Borman, dedi Qadirdan bir dilli hurpi. Endi bir tush ko'rish bilan yal qo'yib bersam, bundan keyin hech ish qilmasam bo'ladi shu. Hep belli. Endi o'g'il bolada gap qoldi. Turmushning bo'ron chopqinlarida, azob uqubatlarda pishib yetilmagan bolani o'g'il bola degil bo'lamdi. Iliqi farishta onaning bergan bishoratlari meni hajab endishib sib qo'ydi. Nimandaq ansizlik qilsa, dedi Abbas ochiq bilan. Yo'lga chiqargan bolaga chiroyli nasihating bo'z qilmamsa, tilamni tikan terib yurgicha. Bolaning yuragiga ansizlik tirnoqini patirib, nimadan deb yurdi bu xotin? Bo'ldi bolam. Uxla. Xayrigül xijillik egida eriga qaradi. At-atigan paramlashaydi. Abbas bilan Xayrigül Qadirdanni qipchib yo'lab qo'yib chiqib ketdi. Ular o'jirsiz kiribla tong chirig'ini yondirdi-da, karvatiga chiqishdi. Ammo Xayrigül yostiqqa yo'langunicha bir chekitga tikilib jimjit o'tirdi. Abbas ayolning o'ziga qiydab qolganligini sezdi bo'g'ay. Xayrigülning oppoq, bijirim yuziga, cho'ng ko'zlariga, sarg'o'sh, qo'ng'ir qoshlariga, xush bichim bo'yiga tikilib qaragunicha pusuqqa dikilibdi. Ay xotin, domsib qoldinglar-ku.
mening qaysi gaplarim tikkatda? Tilingda tikkan terib degan qanday gap bu? Gapim bor deb qildigansiz. Oy, shundoq deb saldim-ma? Xafa bo'lmanglar, xafa bo'lmanglar. Og'zimdan chiqib ketgan o'xshaydi. Aslida yo'lga chiqmoqchi bo'lgan bolaning yuragiga ansizlik solma demoqchi edi. Ay, mening shu dötligimizda. Abbas Bojan 30 yoshga kirmayla amal etig'i mingan odam. U avamning o'tida kuyib, suyida oqadigan bundaq siyosiy yo'llar barliq kuch-quvvatini, aql parostini, ko'ngil rishtini xizmatga otib o'tkazgimi? Tabiati ig'ir, kam so'z, oilada ayolni egizbaz, toq-tuqqi ishlarga yo'l qo'ydigan raislardan bo'lib qoladi ekan. Xayriyat. Abbas Bojan ashu kam so'z, suyimlik, ochiq chiroy ayoli bilan san-pan deyishmay 19 yilni o'tkazibdi. Bo'lmasa, u talog'i chiqsa dona, uyga kirsa kalva erlardan emas. To'g'ri. Ba'zi kayfi chegish chog'larda gahi bilib, gahi bilmay g'udun gaplarni qilib, xotinning jahlini qotirib qo'yadi. Biroq ayol o'tmay to'z ko'ngli bilan kulib o'zini aytadi. Faqatla ichida g'um saqlamaydi. Olim hadis Abbas Xayrigul bilan lengir taqtaq bo'lib qopti desa, noylik partikum beg'ida uchib yurgan, qaysili qo'riga xo'jinsiz divondek qo'niveradigan qushqashlar chig'ida jo'vildab ketar. Bu yanala Abbasning kam qo'rsoqligidan kelgan amin turmush edi. Abbas ba'zi xalqlik ishlarda deydigan davilib o'zining ra'yini bildiradi. Xayrigul damalliqqa kallasidan o'tkazolmay ko'tildab qolg'idek bo'lsa, Abbas hargiz mening to'g'ri, sening xato deb turib olmaydi. Haqiqatni qazish uchun munozirlashib o'tirmaydi. Faqat, "Voy, xafa bo'lib qoldingmi? Qara, mening dötligimni, Samatni Ahmad deb soptiman" degandek yumshoq, yog'ilma gaplar bilan xotinni birdan-bir yumshatib qo'yadi. Egilgan boshni qilish kesmakdi degandek Xayrigulmi bundaq yavash qaliga tayoq tanlamaydi. U nima degan bilan o'ttir maktabning o'qituvchisidir. Shunga ularning bolalarimi shu dematlik bo'lguncha ota-onasining biror qatim "Onang, qizing" deyishini bilmaydi. Tunji bola Gulnur bu yil 17 yoshga kirdi. U to'liq o'ttir maktabning 9-sinfida a'lo o'qiyotdi. 4-sinfda o'qiyotgan Abdurahmon bo'lsa, maktab bo'yicha 3ta yaxshi o'quvchi. Faqat bularning ichida qadrdonlar deganimni qilaman deydigan johillardan edi. Bo'libmi, uning qo'rqimsizligi, o'z beshimchiligidan Abbas hazar aylaydi. Ham pat-patla, pah-pah. Bu bota ham dadamning kepinni kiyibli chiqdi deb beshini chayqaydi. Qadrdon 4-5 yosh chog'lar bo'lsa kerak. Nohilik partikumning ishchisi Bahri Yemin bir kuni bog' ham ko'ktatliqni sug'urib o'tadi. Ishchi xizmatchilarning bolalari eriq qirlarida yugurishib o'ynab o'tadi. Ular suvi tosh chalmalarni atadi. Ba'zilari qo'lidagi cheviq tayoqlarni suvga shaloplatib urmoqda edi. Bolalarning ichidagi cho'ngroq bir bola kim suvda eqib kelayotgan shoxshumba qo'noq pasillarni suzib olsa shu batur deyishi. Hamma bolalar cho'ng eriqda letmilib lömshib eqiyotgan suvga qarab qo'rqindan turib qoladi. Ammo bo'yi ketman dassidek kelmaydigan qadrdan man batur deginicha onasi kuydirib qo'ygan oli yeshil yangi po'paykisi bilan suvga sakraydi. Uning bo'ynidan eshib ketgachga u emkini ko'tarib olib shoxshumba qo'noq bosarlarni qirg'oqdagi bolalarga sung'ash oldiga ilgirlamoqda edi. U yana bir qadamga mangsa ko'karib tushayotgan ozmig'i kirib ketadi. Naq shu chog'da boladan ansirab kelgan Abbos qadrdonning gajgisini qamollab olganda uning oyog'i loyi tegidi qolgan bo'lib, gelamning rengarang yung yiplarida to'qilgan po'paykisidan har xil rangli oyoq ostiga soqimoqda edi. Qadrdon
10 yosh chog'larida bolalar bilan qurilish qilayotgan uyning o'g'isiga chiqib 5 metr cho'nqurlikdagi qum dovisiga sakrab, qosh qapoqlarini yerib, jaynab qo'llari surilib o'ligili tasliq olgan edi. Hatto u bir qatam bolalarga o'g'it besib ketayotgan eshak harvasining chaqini ko'rsatib, uning ichining hammasi yer, qaranglar mana debla ketayotgan harvaning chaqi ostiga putini tutib berib, chirqirib yig'ilganicha bir oylik doktorxonada yetib, ezilib ketgan put barmoqlarini davolagan edi. Shundaqdimi, Abbos bilan Xayrigul o'g'lining zehniyatiga, qo'rqimsizligiga qoyil bo'lmay tura olmaydi. Dadasi, ajab jimib ketdingiz-ku. Uxlab qoldingizmi ya? Xayrigul eriga qayrilib qaradi. Uxlab qoldimki desam, ig'ir tinyapsiz. Men sana o'xshash qadrdondan ansirayman, dedi Abbos ig'ir tinib. Uning qo'rqimsizligi, tavakkulchiligi, biror ishning oqibatini o'ylamaydigan o'z beshimchiligini o'ylasamla, yurakim sepkirdi. Amal qancha? Urumchiga berib, oshpazlikni o'rganib boqmasinmi? U o'sha qo'mashlik paraslab turgan bejazi bilan bir umr cho'mish, soplik tutib, qozon beshib turama? Mana. Men shuningdan xotirjam emas. U mijozi qo'danishib qolgan kuni muallimiga siyoh qutisini otgandek cho'mish soplikni oshpaz ustamning beshiga etishdan yanmayjimi? Qanday qilding debkin tong? Xayrigul og'zini tutib esnadi. Ayol kishining qo'rsiqidan arg'amchi to'qinab, bo'g'il lengirchaqdan boshqasi tushidi degani rostkan. Ochisi bilan inisi bir obdan o'qiyotadi. Qadrdonga ish teribli yegan. Cho'ng'ayda hech kim hay demagachga ashundoq boshdan bo'lib qoldimikin tong? Bo'lib uni hech kimdan tap tutmaydigan qaram qilayotgani dada. Bo'ldi. Uxlanglar. Ati yana maktabga bordigansizlar. Texi mening matematika darsimdan maktab bo'yicha ochiq dars o'tkazmoqchi. Abbos Bojan bilan Xayrigul o'g'lining g'amini yeb, yostiqqa bosh qo'yayotgan paytda qadrdon texicha uxlamagan edi. U to'g'risida tikilib yotganicha nimalardir da'vatlatdi. Omiti bormi? Azob tog'lari bormi? Yoki dahshatlik fojia nadomatlari bormi? Hammani bir ko'rib boqay. Qani, ular meni yeb ketamdi yoki men ularning gajgisiga dasab dastur olamdi. Rahmatlik buvammo tavakkul daryosiga sakrimigicha uning cho'nqurligini qandoq belgili bo'ladi deydi-ku. Beliq chirkida ovoziga ilinib, Beliq to'g'rida anlatılayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanni bugun mushargacha anglatdik. Davomini atidagi anlatishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.